بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz o'quvchilar. Bugun biz Mabdaul Qiroat kitobimizdan darsimizni davom ettiramiz va 31-darsni boshlaymiz inshaalloh. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Birinchi odatdagiday ma'anil kalimat, ya'ni so'zlarning ma'nolari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, ma'ani al-kalimati so'zlarning ma'nolari: alimun, olim, buni ko'pligi ulamao, ulamolar, ya'ni jahilun, johil, nodon, juhala'u, nodonlar yoki johillar. Fadilun, fazilatli, ya'ni fadilun, fazilatli yoki oliyjanob. Fudala'u, oliyjanob kishilar. Yana bu erkak kishiga dalolat qiladi. Avval o'tgandek, to'g'rimi? Yana orqasida o'tgan darsimizda aytdikki, misol mana shuni biz ayol kishi qilmoqchi bo'lsak, misol olim degan gapni ayol kishi qilmoqchi bo'lsak qanday bo'lardi? Olim, olim deb yozdik, ha? Shuni ayol kishi qilmoqchi bo'lsak qanday qilardik? Buni orqasiga bitta t'ni qo'shib o'rardik. Misol mana bu yerda yozaman. Buni orqasiga bitta mana bunaqa t qo'shiladi, to'g'rimi? Mana qarang. Alimatun. Bu endi hozir nima bo'ldi? Bitta farq qilyapti o'rtada. U farq ham nima? Mana bu yerda t'si yo'q, erkak kishida muzakkarda. Mana bu muannasda ahamiyat bersalaring, muannas siyg'asida bitta t qo'shimcha kelyapti. Xuddi shunday. Mana bu fodilda ham shunday qarang. Fadilun, fazilatli oliyjanob. Mana bu tarafda qarang, bitta t qo'shilib keldi. Fadilatun. Bu ayol kishi siyg'asi bo'ldi. Jenskiy rod deyiladi, o'rischada shunaqa. Ayol kishi siyg'asi bo'ldi, fadilatun bo'ladi. Fazilatli oliyjanob ayol yoki oliyjanob ayollar. Fadilatun. Taktubu yozadi, taqra'u o'qiydi yoki o'qiyapti. Ya'ni bu taktubu masalan mudori' fe'li ya'ni mustaqbalga ham dalolat qiladi. Bir ishni qiladi yoki hozir qilyapti degan ma'noda ham. Shuning uchun bu yerda mana tarjimada o'qiyapti degan ma'noni berishgan. Xo'p, hiya hiya bu o'g'il bolaga ishlatiladigan nima edi? Huva edi, ha? Eslaringda bo'lsa, o'g'il bolaga ishlatiladigani huva edi. Huva. Bu erkak kishiga ishlanadigan, mana bu hozir o'tganimiz nima? Ayol kishiga ishlanadigan. Mana bunisi erkak kishiga huva deb, u degani erkak kishi huva degani. Xo'p, bu hiya u ayol va huva u erkak degani. Mana bu m bilan s tursa, bu muannas degan gap, muannas, ya'ni ayol kishiga ishlatiladigan gap degani. Xo'p. Kuttabun boshlang'ich maktab, katatibu maktablar. Xo'p, muhtaramatun muhtarama, ya'ni ehtirom qilingan. Ihtarimu fi'l amr bu. O'tgan zamon ihtarama bo'ladi. Agar men hurmat ihtarimu deb hozir amr fe'lida ko'plik siyg'asini ko'pchilik aytayapti-ku, bu ehtirom qilinglar deyapti. Hurmat qilinglar. Endi ehtirom qildi bo'lsa nima bo'lardi? Ihtarama. Ehtirom qiladi, ihtarimu. Ehtirom qil, agar birlik shaxsga san hurmat qil demoqchi bo'lsam, ihtarim deyman. Agar ko'pchilikka aytmoqchi bo'lsam, ihtarimu deyman. Mana bu siyg'ani keltiraman. Yani birgalashib o'qib tarjima qilsak, xo'p, hazar rajulu alimun. Bu erkak, bu odam olimdir. Hazihil mar'atu alimatun. Ahamiyat beryapsizlar, ha? Mana alimun. Bu erkak olimdir. Qarang, mana bu ahamiyat bering, oxirida t'si yo'q. Lekin mana bunga ahamiyat bering, t'si bor. Alimatun. Tushunarlimi? Hazar rajulu, bu rajul, bu birinchi jumla. Bu rajul, bu erkak kishi olimdir. Ikkinchisi hazihil mar'atu alimatun. Bu ayol kishi olimadir.
deyapti. Hazar rajulu fadilun. Bu xuddi shunday. Bu erkak kishi fozil kishidir. Ya'ni muhtaram, ya'ni ehtiromli kishidir. Fazilatli kishidir. Va hadhihi al-mar'atu fadilatun. Va bu ayol fazilatli ayoldir. Hiya jahilatun. U ayol johil ayoldir. U ayol johiladir. Hiya alimatun. U ayol olimadir. Ya'ni hiya deb biz aytdik ayol kishiga ishora qilayotgan. Xo'p, bu hiya ayol kishining zamiri. Xo'p, mana ismi ishora kelyapti. Hazal g'ani erkak kishiga ishora qilyapti. Hazal g'aniyu jahilun. Qarang, haza biz erkak kishiga ishlatardik. Shuning uchun sifati ham xuddi shunday kelyapti. Hazal g'aniyu, bu g'ani kishi, bu erkak kishi, bu boy kishi johildir. Fatimatu tad'u al-kutuba fil mihfazati. Fatima kitoblarni sumkaga qo'yadi yoki qo'yapti. Binti alimatun. Bintun degani o'tgan darsimizda bilan o'rgangandik. Bintun degani qiz bola degan. Agar shunga mana bu yo qo'shilib keldi, meniki degan ma'noni bildiradi. Qizim ma'nosi nima? Qizim olimadir. Bintuka, qarang mana sening qizing fodiladir, ya'ni fazilatlidir. Haula'ir rijalu ulama'u. Mana bu erkaklar ulamolardir, olimlardir, ya'ni ulamolardir. Haula'i an-nisa'u fadilatun. Mana bu ayollar fazilatlidir. Aisha taqra'u va Fatima taktubu. Aisha o'qiydi va Fatima yozadi. Ukhti Fatima taqra'u ad-darsa. Singlim Fatima darsni o'qiydi. yoki o'qiyapti. Fil bayti, qayerda? Uyda. Va ukhtuka Zuhratu tal'abu fil junaynati. Va sani singling Fatima, va sani singling Zuhra o'ynayapti. Qayerda? Fil junaynati, bog'chada. Tilkal muallimatu muhtaramatun. Ana u muallima ehtiromlidir, muhtaramdir, ya'ni hurmat qilingandir. Ihtarimu hadhihi al-muallimata al-fadilata. Mana bu fazilatli muallimani, ya'ni ayol kishi hadhihi. Mana bu fazilatli muallimani ehtirom qilinglar, hurmat qilinglar. Da'il aqlama fil miqlamati. Ya'ni qalamlarni qalamdonga qo'yinglar. Qalamlarni qalamdonga qo'y. Yana bir kishilik. Man fil junaynati. Bog'chada kim bor? Ukhti as-saghiratu Karimatu. Kichkina singlim Karima. Hal hiya tal'abu hunaka? U yerda o'ynayaptimi? Na'am, ha. Tal'abu ma'a Jamilata. Jamila bilan birgalikda o'ynayapti. Man hadhihi ya Farid? Bu kim? Ey Farid. Hadhihi ukhti Habibatu. Bu singlim Habiba. وهي تتعلم في الكتاب. مكتبدا أقيد. هؤلاء العلماء محترمون. أنا bu ulamalar ihtirom qilingandir, hurmatlidir. هؤلاء التلميذات المجتهدات محبوبات. Mana bu tilmizat, ya'ni qiz talabalar, kichkina qiz talabalar, al-mujtahidatu, ya'ni tirishqoq qiz talabalar, mahbubatun, yaxshi ko'rilgandirlar. At-tilmizu al-muaddabu la takzibu abadan. Odobli talaba hech qachon yolg'on gapirmaydi. Toshqand baldata debdi, naqamiz. Toshqand baldatun kabiratun jiddan. Toshqand juda ham katta shahar. Va hiya asimatu Uzbekistan. Ya'ni u O'zbekistonning poytaxtidir. Bu o'zbek jumlalarini ham tarjima qilsak arab tiliga 31-mashq. Fatima fa'aldir. Fatimatu nashitatun fa'aldir. Aisha odoblidir. Aishatu muaddabatun. Nima uchun muaddab demayapmiz yoki oldingi misolda mujtahid, masalan, nashitun demayapmiz. T bilan keltiryapmiz, masalan, nashitatun yoki muaddabatun, chunki ayol kishiga haqida gapiryapmiz. Ayol kishining sifati muannasning sifati muannas bo'ladi. Xo'p, Zuhra darsni o'qiyapti. Zuhratu o'qiyapti demoqchi bo'lsak, taqra'u ad-darsa, o'qiyapti.
darsni o'qiyapti. Yoki buni qisqa qilsak ham bo'ladi. Zuhratu tadrusu. Tamom. Shunchagina gap. Zuhratu tadrusu. Ya'ni lekin bu yerda o'sha o'zbekchadan arabchaga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsak, Zuhratu taqra'ud darsa bo'ladi. Xo'p, Jamila hovlida o'ynayapti. Jamilatu tal'abu fid-dari. Jamilatu tal'abu fid-dari. Salima qayerda? Ayna Salimatu? Bu yerda. Huna. Darsni o'qiyapti. Taqra'ud darsa. Fatima qayerda? Ayna Fatimatu? Bu yerda. Huna. O'qituvchisiga xat yozyapti. Taktubu al-maktuba ila mudarrisiha yoki ila muallimiha. O'qituvchisiga ila muallimiha. Nima dedik? Ikki xil varianti bor. Birinchisi taktubul maktuba ila muallimiha yoki tursilur risalata ila mudarrisiha. Tamam. Ikkalasi ham to'g'ri. Bu kishi olimdir. Hada qarang kishi, ya'ni erkak kishi. Misol aytsak bo'ladi. Hada shaxsu alimun. Bu shaxs olimdir, ya'ni kishi arab tilida shaxs deyiladi. Shaxs. O'zimizda ham shaxs, bu shaxs olimdir deymiz. Lekin aytmoqchi bo'lsak, masalan, hada ar-rajulu alimun desak ham bu yerda to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Bu ayol beaqldir. Hadihi al-mar'atu safihatun. Hadihi al-mar'atu safihatun. Xo'p, olimlar hurmatlidirlar. Al-ulama'u muhtaramuna. Al-ulama'u muhtaramuna. Bog'da kim o'ynayapti? Man yal'abu fil hadiqati. Man yal'abu fil hadiqati. Bog'da kim o'ynayapti? Bu maktab kattadir. Hadihi madrasatun kabiratun. Hadihi madrasatun kabiratun. Fatima eshikni yopyapti. Fatimatu tughliqul baba. Fatimatu tughliqul baba yoki taghliqu al-baba ham bo'ladi. Zuhra derazani ochyapti. Zuhratu taftahu ash-shubbaka. Zuhratu taftahu ash-shubbaka yoki an-nafizata. Zuhratu taftahu an-nafizata yoki ash-shubbaka ikkalasi ham to'g'ri. Xo'p, qizim choy ichyapti. Binti tashrabu ash-shaya. Qizim choy ichib. Binti tashrabu ash-shaya. Toshkent katta shahar. Toshkent baldatun kabiratun.